Ligimda maktabda boshlang'ich paytlarimda atrofimdagi sinfdoshlarim kolbasa bilan non olib kelishardi. Mani ota-onam kolbasa, sosiska mahsulotlarini taxlab qo'yishgan edi menga. O'sha paytda o'ylardimki, hali katta bo'lsam, o'zimning pulim bo'lsa, ko'plab kolbasa mahsulotlarini olib, mazza qilib yeyman deb o'ylardim. Ya'ni xohlagan narsasini yeyishda va xohlagan narsasini kiyishda va xohlagan ishlarini qilishda deb o'ylardim baxtni. Inson erisha olmaydigan, erisha olmayotgan narsasini baxt deb o'ylaydi. Inson o'zida yo'q narsani baxt deb o'ylaydi. Vaholanki inson unga erishgandan keyin, uni mazasini totgandan keyin, qaysidir ma'noda xumori bosilgandan keyin u hech narsa emasligini biladi. Boshqa matolar kabi mato ekanligini biladi. Boshqa yeguliklar kabi yegulik ekanligini, faqatgina maza mana shu og'iz qismidan boshqa joyga ta'sir qilmasligini biladi. Ya'ni inson bu dunyoni o'zidan baxt qidirar ekan, yetgandan keyin o'zini baxtsiz his qilaveradi. Nima narsaga harakat qilayotgan bo'lsa, u uchun o'sha baxt. Yetgandan keyin yana yetmayotganlar baxt. Shuning uchun baxt haqidagi fikr, baxt haqidagi tushuncha insonlarda xato bo'lar ekan, ularda ligimda maktabda boshlang'ich paytlarimda atrofimdagi sinfdoshlarim kolbasa bilan non olib kelishardi. Mani ota-onam kolbasa, sosiska mahsulotlarini taxlab qo'yishgan edi menga. O'sha paytda o'ylardimki, hali katta bo'lsam, o'zimning pulim bo'lsa, ko'plab